nega yoshi ulug' insonlar sovet davrida o'zbek futbolini juda ham kuchli bo'lgan deb aytishadi. Sovet davridagi insonlar o'sha sovet davrini futbolini ko'rib, o'shandan mulohaza qilishadi va mana hozirgi futbol bilan uni taqqoslaydigan bo'lsak, u sobiq SSR paytida bir tizim bo'yicha ishlangan. Hamma respublikalarga bir xil programma berilgan, yo'nalish o'sha bo'yicha bo'lgan. Endi bularni birlashtirilgani o'sha SSR terma jamoasida o'ynagan. Bu Gruziya futboli, Boltiq bo'yi, Moldaviya futboli, Rossiya futbollari, mana O'zbekiston futboli. Bularning hammasini jamlangan va eng yaxshilarini olingan. Kimdir texnik jihatdan kuchli bo'lgan, masalan, gruzinlar shunaqa edi. O'zbekistonda o'ziga yarasha texnikasi bor, masalan, Mixail An jalb qilingan, Hajipanakis. O'shalarni ko'rib, men o'ylaymanki, yoshi katta insonlar o'shanga ko'zi qotib qolgan va bizni futbol bilan uni solishtirganda, ularning yoshligi eng haliginaqa zavqli payti bo'lgani uchun o'sha emotsiyalar, hissiyotlar o'sha paytdagi kuchliga o'xshab ko'riladi, tuyuladi. Sovet respublikalarining ichida o'zbek futboli nimasi bilan ajralib turgan? O'zbek futboli o'ziga yarasha texnik jihatlaridan, taktik jihatlaridan kuchli bo'lgan. Chunki O'zbekistonda futbol mana Qo'qonda 1912-yil tashkil topgan bo'lsa, mana shu yil sayin borgan sari rivojlanib, futbol o'ynash o'z holicha bo'lgan. Ularga hech kim o'rgatilmagan. Bular o'zida bir qanday qobiliyat o'zlari uchun o'zlari yaratishgan. Shuning uchun hamma o'zbek futboliga bir faxrlanib ko'radigan, o'ynaydigan yigitlar ravnaq topib mana shular. Shuning uchun hamma o'zbek futbolini yaxshi ko'radi. Chunki o'zlari o'ylab topilgan o'yin bu. Paxtakor 79 fojiasi o'zbek futbolini rivojlanishiga qanchalik negativ ta'sir ko'rsatgan, qanchalik uni rivojlanishini to'xtatib qo'ygan? Men o'ylaymanki, Paxtakor 79 juda fojiali bo'lgan. O'sha yillarda bizni futbolchilarimiz eng cho'qqi, eng kuchli paytlari bo'lgan. Hamma qachon futbol bo'ladi deb televizorlarda tagida o'tirilgan paytida, men o'ylaymanki, bu fojia bizni futbolda qandaydir nechidir yillarga orqaga ketishiga, keyinchalik rivojlanishiga ham salbiy, ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi deb o'ylayman. Chunki o'sha fojialik futbolchilarimizni o'rnini, ularning maqomini ko'tarish uchun qolgan yigitlarimiz bor kuchlari bilan maydonlarda kurashishdi va o'sha yillari tushib ketmasdan yana ham o'zbek futbolini yuqori cho'qqilarga olib chiqishdi. Lekin fojia baribir fojia. Konspirologiya nuqtai nazaridan bu fojia uyushtirilgan deb aytishadi. Nima deb o'ylaysiz? Bilmaymiz bu narsalarni, endi qandaydir manbalarda shunaqa deb aytildi, qanday dispetcherlar aytdi, xatoga yo'l qo'yishibdi deyildi. Endi bizga qorong'i bu narsa, bunga haligi dabdurustdan javob bergani meni hech qanaqa vakolatim yo'q. O'shaning uchun men o'ylaymanki, endi qanday bo'lsa ham endi o'sha fojia bo'ldi. Bu o'zbek futboli uchun juda katta yo'qotish bo'ldi. 1994-yilda Hirosima shahrida tarixiy g'alaba qo'lga kiritilgan va bizning futbol jamoamiz chempion bo'ldi. Nega bu g'alaba davomiy bo'lmadi? O'sha paytda bizni futbolchilarimizga nima xalaqit qilgan? Hirosimadagi o'yinda Osiyo o'yinlari bo'lgan, birinchi o'rinda olishgan. O'sha avlod almashinuv paytiga to'g'ri kelib qolgan. Eng yaxshilarimiz o'sha yildan keyin keyingisi 4 yilda keyin bo'ladigan bo'lsa, avlod almashinuvi bo'lib qoldi va bizda futbolimizda sal pasayish yuzaga keldi. U 94-yilda yigitlarimiz u sobiq SSR maktabi vakillari hisoblanishardi. O'shaning uchun ular bir-birlari bilan juda jipslangan va eng yaxshi tarkibga ega bo'lgan vakillarimiz edi. Hammamiz bundan xursand bo'ldik, boshimiz osmonga yetdi, chunki O'zbekiston birinchi o'rinda oldi bunaqa Osiyo o'yinlarida birinchi marta. Shuning uchun biz juda xursand bo'lganmiz. Keyinchalik endi mana inshaalloh yaxshi kunlarimiz boshlandi. Futbolimiz
avlod almashinuvida bitta bizda emas, butun dunyoda qandaydir pasayish bo'ladi futbolida, bizda ham o'sha yillardan keyin ancha pasayish bo'lib qoldi. 2005-2016 yillarda jahon chempionatiga chiqishimiz uchun hattoki bitta ochko va bitta gol yetmay qolgan paytlar ham bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? O'sha paytda o'zbek futboliga nima yetishmagan? O'zbek futboliga hamma narsa yetishgan. Faqat endi aybni boshqadan oqtarmasligimiz kerak. O'zimiz yana ham ko'proq g'ayrat bilan, shijoat bilan o'ynashimiz kerak edi. O'sha bitta gol birov biz uchun urib bermaydi, o'zimiz urishimiz kerak edi. O'zbekistonda jahon futbol yulduzlari to'p tepishgan. Rivaldo, Danielson, hattoki mashhur mutaxassis Scolari bunyodkorga rahbarlik qilgan. Nima deb o'ylaysiz? Ularning kelishi o'zbek futboliga qanchalik foyda keltirgan? Ular haqiqiy yulduzlar edi, Scolari, Rivaldo. O'sha yillari mana bunyodkor Farim klubida Qo'qonda edi u. Qo'qonga berilgan edi. Bosh murabbiy bo'lib ishlardim. Ular bilan yaqin muloqotda bo'lganman. Ularning kelishi o'zbek futbolini ommaviylashtirishga juda katta hissa qo'shdi. Chunki unaqa yulduzlar biz uchun faqat televizorda edi. Tirik, jonli o'yinlarda ishtirok etganini, o'zimizning maydonlar, O'zbekiston maydonlarida ishtirok etganini xalqimiz ko'rmagan edi. Shularni bizga kelishi xalqimizni futbolga bo'lgan qiziqishini yana ham orttirdi va yosh kelajak farzandlarimizni shu futbolga jalb qilishga eng katta hissalarni qo'shdilar deb o'ylayman. Endi xalqimizda shunaqa bir uzun quloq gaplar yuribdiki, ularga shunchalik katta pul mablag'lari to'langanki, haligacha qarzini to'lab yuribmiz. Endi u katta mablag' o'zi ular kichkina mablag'ga o'ynamagan u. Yoshligidan o'sha Barselonada o'ynaydimi, boshqa joyda ishlayman, katta mablag'larga bo'lgan. U mablag' shunday ham yo'q bo'lishi mumkin edi, ammo lekin to'g'ri yo'lda sarflangani uchun futbolimiz yana ham rivojlanish boshlandi. Akademiyalar qurildi. Mana o'shalar kelib Bunyodkor akademiyasi, Scolari o'sha yerda edi. O'shani ko'rsam deb orzu qildi. Balkim keyinchalik kelib ko'rar, ammo lekin orzusi o'sha qurilganda bitsa men ko'ray dedi. O'zbekistonda shunaqa futbol akademiyasi, futbol klubi tashkil etilganidan xursand. Bu pullar rejalik, men o'ylaymanki, bekordan bekorga sarf bo'lmadi. Buni hali mevasini ko'ramiz. Yo'qotishlar, fojialar, xatolar haqida gapirdik. Endi ruxsatingiz bilan pozitiv tarafga o'tib ketsak. 2016-yilda futbolimizdagi qaysi xatolar to'g'rilandi? Nima deb o'ylaysiz? Qanday o'zgarishlar qilindi? Men o'ylaymanki, eng to'g'ri yo'l bu mana shu futboldagi korrupsiyani yo'q qilinishi bo'ldi. Yurtboshimiz taraflaridan mana shu narsalar bartaraf etildi. Bu bir kunda natijasini bermadi. Mana yillar davomida mana shu yo'nalishda ishlayotgan, mana shu yo'nalishda to'g'ri yo'lga qo'yilganligi uchun futbolimiz ancha butun jahon, mana jahon taniydigan darajaga ko'tarildi. Men o'ylaymanki, eng asosiysi shu korrupsiyani yo'q bo'lgani. Parij shahridagi 2024-yilda bo'lib o'tgan olimpiadani ko'rgan bo'lsangiz kerak. Albatta. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu olimpiadaga yo'llanmani qaysi omillar hisobiga biz qo'lga kiritdik? Olimpiada o'yinlariga har safar juda katta tayyorgarlik ko'rinardi. Chunki 4 yilda bir marta bo'ladigan olimpiada o'yinlari va bunga juda yaqin kelgan yillarimiz ham bo'ldi. Xuddi jahon chempionatiga bitta to'p yetmagandek, olimpiada o'yinlariga ham bitta to'p yetmagan vaziyatlarimiz bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu yerda yoshlarimizni o'nib o'sishi, bizni ko'zi oldimizda bularda rivojlanishi ko'rindi. Bularga bo'lgan e'tiborni mevasi ko'rindi. Chunki yurtboshimiz bu yoshlarimizni ravnaqi uchun qilinayotgan ishlari bu misli ko'rilmagan darajada. Bu xalqimiz qaraganda chekkadan uncha bilinmaydi, ammo lekin buni ichidagi insonlar buni tushunib turibdi, sezyapmiz va mana shu qilinayotgan ishlarni eng yuqori cho'qqilari mana shu jahon chempionati, olimpiada o'yinlarida ishtirok etganimiz. Qanchalik ushbu olimpiada bizni jahon chempionatiga yaqinlashtirdi? Endi buni mana hammamiz bilamiz, futbolda ichidagi insonlar, bu yoshlarimiz keyingi 4 yillikda ko'plari O'zbekiston terma jamoasiga qo'shilishdi. Bu degani birinchi pog'onadan ikkinchi pog'onaga ko'tarildi. Demak, O'zbekistonda futbol, umuman sportda o'sish kattaligini isbot qilib qo'yishdi. Dalili bo'ldi deb o'ylayman men shu.
biz jahon chempionatida ishtirok etishimizni eshitgan paytingizda, mana shu xabarni eshitgan paytingizda nimani his qildingiz? Men jahon chempionatiga chiqib mana shuni hech nima his qilmadim, chunki men oldindan bilardim. Qachondir baribir futbolimiz chiqishi kerak. Bu bunday ketishi mumkin emas. Ayniqsa bu yurtboshimiz tarafdan bunaqa sharoitlar, ahamiyat berilgan bunaqa musobaqalar uyushtirilishi, Infantino futbol FIFAni boshlig'i yurtimizga kelishi, bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bu e'tibor hammasi futbolga, sportimizga, yoshlarimizga, kelajak uchun bo'layotgan narsa edi. Futbolistlarimiz buni ko'rsatishlari kerak ediki, biz siz bilan birgamiz yurtboshimizdir. Jahon chempionatiga chiqdik, butun dunyoga O'zbekistonni tanitdik. Shuning uchun men o'ylaymanki, bundan keyingi mana hozir chet ellarda futbolistlarimiz, futbolchilarimiz o'ynashyapti. Jahon chempionatidan keyin bularning soni yana ham ko'payadi, legionerlarimiz. Skeptiklarning fikriga qaraganda, bu muvaffaqiyat kvotalarni oshirganligi hisobiga kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Bu fikr qanchalik to'g'ri? Men bu fikrga qo'shilmayman, chunki kvotani 30 ta qilsa ham jamoa o'ynamasa, unga intilmasa, unga befarq bo'lsa, hech qachon erisha olmaydi. Demak, bir tarafdan kvota bo'lgani bilan ikkinchi tarafdan harakat va yigitlarni shu natijani ko'rsatish uchun, xalqimizni xursand qilish uchun bo'lgan barcha harakatlari mana shu jahon chempionatiga chiqishimiz uchun yo'llanmani bizga taqdim etdi. Ertangi futbolni qaysi bosqichda ko'ryapsiz? Endi futbol dunyoda har xil. O'zbekiston futboli bundan bag'iga inshaalloh to'xtamaydi. Faqat oldinga qadam tashlaydi. Chunki bunaqa sharoitlar bilan to'xtashda iloji yo'q, imkoniyati yo'q. Kim to'xtasa noshukrlik qilgan bo'ladi. Oldinga qadam tashladikmi, orqaga yo to'xtashga hech qanaqa ilojimiz yo'q. Faqat oldinga bo'lishimiz kerak. Bilasizki, tarixda agarda degan gap yo'q. Lekin gipotetik tarzda sizga bir savol bermoqchiman. O'zbek futboli tarixida agarda imkoniyat bo'lganda, siz qaysi voqeani o'zgartirgan bo'lardingiz? Men hech qaysi voqeani o'zgartirmagan bo'lardim, chunki bu bo'layotgan narsalar behikmat emas, hammasi yaxshilikka. Inshaalloh men o'ylaymanki, bundan keyingi jahon chempionatlarida ham hech nimani o'zgartirmasdan biz mana shunaqa raqiblarni ustidan g'alaba qozonib, to'siqsiz chiqishimizni xohlayman. Boshqa narsani o'zgartirishimiz hech nima kerak emas. Chunki o'shandan biz to'g'ri xulosa qilib shu darajaga yetdik deb o'ylayman. Nima uchun o'zbek xalqi futbolni shunchalik qattiq yaxshi ko'radi? Chunki o'zbek xalqi har bitta ahamiyatga ega bo'lgan narsaga o'zlarini jalb qilishga tayyor. O'zlarini kerak bo'lsa qurbon qilishga, endi bu to'g'ri ma'noda aytyapman. O'shanga shuning uchun men aytardimki, futbol xalqimizni ko'z oldida yuksalish bo'lyapti. Yuksalyapmiz. Shu sport orqali, futbol orqali butun dunyoga tanilyapmiz. Shuning uchun ham o'zbek xalqi shunaqaki mehmondo'st, bir-biriga mehr oqibatlik, mana shu yurtboshimiz tarafdan ko'rsatilayotgan mehr oqibatga biz labbay deb javob beryapmiz. Shuning uchun ham o'zbek xalqi yonma-yon, qadamma-qadam yuksalayotgan sportimiz uchun men o'ylaymanki juda xursand bo'lishyapti. Va oxirgi savol. O'zbek futbolini bitta so'z yoki bitta ibora bilan ta'riflab bering. Vatanimiz sha'ni, g'ururi derdim men. Rahmat sizga.